Assalomu alaykum, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta sehrli chiroyli ishlarimizdan biri Farg'ona viloyati Toshloq tumani Bo'ston mahallasiga mana nihoyatda bir go'zal qilib tandirlarimizni pishirib, ko'mirlarda nihoyatda chiroyli bo'lib pishdi tandirlarimiz. Shkatulkalarini ham qilib qo'ydik mana. Xudo xolasa. Endi bu yonlarida mana ikkita o'choqlarimiz. O'chog'imizni ham shkatulkasini qilib qo'ydik. Cho'rnigini kafilga tayinlab. Mana akalar bu nima deyapti endi xudo xolasa. O'choqlarimiz mana shu eshigi ochiq tursa ham nihoyatda go'zal bo'lib yonyapti. Alangas. Ekonomik o'choqlarimiz. Aziz yurtdoshlar, mana shu joyimiz xudo xolasa 340 cm ga tushdi. 55 ta shlaka blok, 300 ta pishig'ish bilan mashitimiz bitdi. Xudo xolasa akalar. Shlaka blokdan ham foydalandik, sababi ish ham tez bitadi, ham chiroyli chiqadi, ham shlaka blokda tursa ham bo'laveradi. Biz faqat shkatulkasini qilib qo'ydik buni. Mana akalar. Endi buni tutun tortish jarayonini ham bitta ko'rib qo'yaylik. Ha, ilondan nima dedingiz? Xudo xolasa bitta ko'ringchi tutun tortishlarini. Xudo xolasa. Uzoqdan ko'rinishlari ham yaxshilab tutating. Endi obunachilarimizga qiziq bo'lgan jarayon. Azizlar, nima deyapti bu janovar? Tutun tortishlari nihoyatda go'zal. Mana akalar tutunni so'rib aylantirib olib kirib ketyapti. Eshikni yopib qo'ying. Kichkina qozonimizni ham ko'rib qo'yamiz. Mana akalar, tandirimizga 70 kilo ko'mir ketdi. Mana akalar, kichkina qozonimiz ham nihoyatda chiroyli bo'lib tutunlarni so'rayapti mana akalar. Uzoqdan ham ko'rsat. Pastroqqa tushiring. Iloji bo'lsa. Mana ko'rinishi. Skvoznoy. Bu oldidan tutun chiqmaydi, xudo xolasa. Mana akalar. Rahmat. Yopib qo'ying eshigimizni. O'choqlarimiz xudo xolasa ozgina o'tin bilan qiziydi. Gazga ham moslasa bo'ladi. O'tin ham ko'p yemaydi. Tez ovqatimiz pishib siz aytgan narsani chiqarib beraveradi akalar. Bu tomondan ko'rinishlari. Endi 1 metr bo'ldi. Endi tandirimiz ham, o'chog'imiz ham endi 1 metr bo'ldi. Uzuni 340 cm bo'ldi, xudo xolasa. Bu 40 cm tandirimiz bo'lsa, 2 metrga ikkita o'chog'imiz tushdi. Bitta 60 litrli qozonimiz bilan bitta mana 28 litrli qozonimiz. Ikkoviga mana 150 lik azbiz turbadan o'rnatdik. Chiroyli qilib, azbizimiz ham hali qizigan yo'q. Tutunni so'rayapti. Akalar, havas qilganlar mana shunaqa tandir o'choqlarida havas qilgan insonlar bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Mehri kulol tandir o'choqlari deb YouTube kanalimiz bor, yozsalaring chiqadi. Mana shunaqa chiroyli ishlarni sizlarga qilib beraveraylik. Xudo xolasa. Bizning manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Kigisili mahallasi. Kenjaboy tog'a deyishsa bizni tanishadi. Biz o'zimiz xonadonda tandir ham yasaymiz. Chiroyli tandirlarni ham chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa akalar mana. Bu tomondan ko'rinishlari, o'choqlarimiz eshigi yopiq bo'lsa ham ovqat qilib tutun oldidan chiqmaydi mana. Yopib qo'yamiz eshiklar. Bizni kuzatishda davom etinglar.
like bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa har qanaqangi uslubdagi o'choqlarimizni, tandirlarimizni qilib yasab beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.